Assalomu alaykum, Layder O'zbek. Qalisizlar, yaxshimisizlar? Men hozir Abdulloh Freelancer YouTube kanalim bu. Men reklama qilmoqchiman YouTube kanalimni hozir. Hozir buni qo'yayotgan odam bilan men gaplashdim, уже gaplashib qo'ydik. Hop, mani подписчигim 24 ta odam. Mani odamimni, obunachilarimni ko'paytirishinglarni so'rayman. Men shunaqa narsalar qilaman. Как dizaynermanda. Shunaqa kimga shunaqa narsalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Men hozir o'zim ham o'rganib, tayinlanib o'rganyapman hozirda. Kimga shunaqa narsalar kerak bo'lsa, yozaverasizlar. Hozir men 50 ta, 100 ta bo'lganda obunachilarim reklama qilish niyatim bor. Inshaalloh reklamani qilamiz. Reklama qilamiz. Nima deydi? Tabriklash. 50 ta bo'lsa tabriklaymiz, 100 ta, 200 ta shunaqa bo'lib ketadi. Inshaalloh Xudo xolisa. Qani, Layder O'zbek bosib yuboramizmi? Like, подписка ayamanglar. Qani, ko'ringlar-chi. Kuniga men ham 2 ta, 3 ta uzoq video qo'yaman. Qo'ya olsam 2 ta, 3 ta video qo'yaman. Qo'ya olsam, Xudo xolasa sizlar mana shunaqa meni kuchaytirishga yordam bersanglar, Xudo xolasa mana pastki nomerlarga aloqa yozsanglar, Telegramdan anaqaga nima edi? Telegram kanaliga qo'shib qo'yaman. Xo'p, kimga shunaqa narsalar kerak bo'lsa, bemalol pastga har doim video qo'yganimda pastga nomer yozib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, men o'zim yoshim kichkina to'g'ri, lekin hozirda shunaqa narsalarga qiziqib, o'rganib, zakazlarni olib ishlashni o'rganyapman hozirda. Xudo xolisa kanalimiz yurib ketsa, hozir ko'raman, kanal rivojlansa, Xudo xolasa ketidan Instagram kanal, qolgan kanallarni ham ochib yurg'izishga harakat qilaman. Uni ham like, подписка qilib bo'mbalatarsizlar. Inshaalloh Xudo xolasa. Давай, like, подписка ayamanglar. Hammaga rahmat.